Kimni uyida qizi bor? Hamma uyda bor. Men bugun uydagilarga bir voqea aytib berdim. Kimni uyida qizi bo'lsa, uyda o'tirib aytib bersin, shu qizi ham eshitsin. Yodlab qolinglar. Bir ayol bo'lar ekan. Haddan tashqari erini izzat qilar ekan. Juda ham hurmat qilar ekan. Er piyonista har kuni ichib berar ekan. Har kuni og'zidan badbo'y hid kelgan, undan ham sassiq og'izdan gap chiqqan. Har kuni shu ahvol. Bu jonidan aziz ko'rar ekan erini. Bir kun yotog'ida yotgan yerda dumalab yiqilib tushibdi. Yiqilganda xotini yonida uni yerib turgan ekan, boshini ushlab qopti, boshini bir temirga tushishiga sal qopti. Kayfi uchib ketib tarigini. Yoniga o'tiribdi-da, "Ey xotin" debdi. "Men seni bilaman. Sen bunchalik meni hurmat qilasan, bunchalik izzat qilasan. Men senga shuncha zulm qildim. Biron marta parvo qilmading. O'zingdan ham meni yaxshi ko'rasan. Hozir tilagingni. Nima desang qaytarmayman. Nima desam qaytarmaysan? Nima desang qaytarmayman. Qasam ichasizmi? Qasam ichaman. Meni talog'imni bering" degan ekan. Bu odam meni xotinim jonidan aziz yaxshi ko'radi der ekan. U Allohni yaxshi ko'rar ekan. Allohni yaxshi ko'rgani uchun erini xizmatini qilar ekan. Erini yaxshi ko'raman der ekan. Yaxshi ko'rgan qilib ko'rsatar ekan. Fatima Zahro radhiyallohu anhodan so'rashgan ekan. "Ey Fatima, bunchalik eringizni hurmat qilasiz? Dunyo sizda qasini ko'rmagan. Nimaga bunaqa qilasiz?" Dedi, "Qasdim meni Tangrim rizosi, bital bul o'rtada er muddaosi." Meni maqsadim Tangrim rizosi. Tangrim rizosi uchun bu ishni qilaman, bu ishda erim ham rozi bo'ladi. Ikki itoat muyassar bo'lsa ishda, nechun summay bo'yin amraylamishda. Bittasini xizmatini qilsam, ikkitasi rozi bo'lsa, ham erim rozi bo'lsa, ham Alloh rozi bo'lsa, qanday bo'yin summay? Zero u rozi bo'lmaguncha bu rozi bo'lmaydi dedi. Eslaringdan chiqmaydimi?